Assalomu alaykum hurmatli Kaliforniya yomg'ir chuvalchang muxlislar. Mana bugun Kaliforniya chuvalchanga qiziquvchi o'rtoqlarga mana bu ukamiz Dehqonobodddan Eldor ukamiz kelgan. Mana bu o'zi biogomiz biznesini yo'lga qo'yaman deb inshaalloh chuvalchang olib ketyaptilar. Mana shunday chuvalchanga qiziquvchi o'rtoqlar qiziqtirayotgan savollar bo'lsa like tugmachalarni bosib, kommentariyada yozib qo'yamiz. Chuvalchanglar qanday ko'paytiriladi? Qanday biogomslar tayyorlanadi? Qaysi paytda ayni ko'payayotgan vaqt chuvalchanglarimizni batafsil tushuntirib o'tamiz. Qiziquvchi o'rtoqlar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana shunday ukamizga o'rgatgan singari sizlarga ham batafsil o'rgatib o'tamiz. Inshaalloh mana bu ukamiz o'zi biogomiz biznesga qiziqib anchadan beri kuzatib yurar ekan. Mana shu biogomiz biznesni yo'lga qo'yaman deb hozir 2 kvadrat chuvalchang olib ketyaptilar. Inshaalloh mana shunday sifatli biogomslar yetishtirishdi yo'lga qo'yaman deyapti. Mana biz 40 tonna zakaz olganmiz. Mana ular elab biogomslarni taxlab qo'yamiz. Inshaalloh mana bunday o'ta sifatli darajada biogomslar tayyorlash sirlarini o'rgatib o'tamiz. Qiziquvchi o'rtoqlar like tugmachalarni bosib qo'yamiz. Mana shunday chuvalchangni qanday ko'paytirish sirlarini, biogomslar qanday sifat chiqarishlari o'rgatib o'tamiz. Bunday tashkilaga solib, qoplarga solib beramiz. Qiziquvchi o'rtoqlar ekran nomerlarini qo'yib qo'yamiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Videomizda har xil kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lsa, salomat bo'lsa.